Bugun hamma meni kelin obrazida choy quyib beryapti deb o'ylamasin. Bugun stakanlar to'g'risida gaplashamiz. Bugun ommabop hayotimizdagi bir martalik stakanlar to'g'risida gaplashamiz. Qaysidir stakanimiz zararsiz, qaysidir stakanlarimiz zaharli to'g'risida boshlaymiz. Ko'rib turganingizdek, stakanimiz kichrayishni boshladi. Bu stakanimiz deformatsiyaga kirmadi. Plastik stakanlarimiz o'zidan zaharli moddalar chiqaradi va ichishga noqulay. Qog'ozli stakanlarimiz o'zlaridan hech qanaqa zararli moddalar chiqarmaydi va ichishga qulay. Nega aynan bugun bir martalik stakanlar to'g'risida gaplashayotganimizni bilasizmi? Sababi Union Paper and Boardda bir martalik stakanlar uchun kartonlar sotuvda mavjud. Ayniqsa bu havoda bir martalik qog'ozli stakanda kofe ichish mazada.